Uyga xo'jalikka ishlatish uchun 9 ot kuchli benzinlik motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga 9 ot kuchli benzinli motobloklarimizni yangi partiyalari yetib keldi akalar. Endilikda bizning do'konlarimizdan kelib bu 9 ot kuchli motobloklarimiz uchun komplekt holatda temir balonlari va universalniy chizillarigacha komplekt holatida sotib olishlaringiz mumkin. Va mana shu videoni hoziroq ko'rib o'tirib, videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb yozib qoldiradigan bo'lsangiz, do'konimizga kelib motoblok sotib olganingiz uchun mana shu turdagi instrumentlardan birini sizga tekinga berib yuboramiz. Shurpayor nabor, drill, bolgarka, undan tashqari benzopilalar, dori sepadigan apparatlar va mana shunga o'xshagan 100 xildan ochiq sovrinlardan birini motoblok sotib olganingiz uchun tekinga berib yuboramiz. Shuning uchun videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb yozib qoldirib qo'ying. Kelganingizda motoblok sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan omadli barabanimizni aylantirib, mana shu turdagi yangi ikkitadan batareykalari va undan tashqari o'zini nasatkalari, galovkalari va shurpayor naborimizni tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Mana shu shurpayor nabor yokida boshqa turdagi instrumentlarda qanday qilib yutib olish shartlarini to'liqroq tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeldagi 9 ot kuchli benzinli motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda motorlari 177 motor, 9 ot kuchli benzinlik yoqilg'i turi benzinli bo'lishiga qaramay, karburatorlar ekonomishni original motobloklarimiz yetib keldi. Motoblogimizning ma'lumotini berishdan boshlaydigan bo'lsak, yoqilg'i turi benzinli bo'lishiga qaramay, akalar, yurgizish joylari zavodni orqali yarimta tortmada yuradi. Motoblogimizni soatiga qancha rasxod qiladi deb qiziqayotgan akalarimiz uchun soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi akalar. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin, yaponskiy karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz va vozdухni filtrlarigacha maslinli vozdухni filtrlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizda motorlari 9 ot kuchli bo'lishiga qaramay, reduktorlari o'ziga teng baravar katta 15 va 17 ot kuchli motobloklarni reduktoridan qo'ydirib olib kelganmiz akalar. Bu degani eng usulinli, eng katta 650 tali reduktorli variantlaridan komplekt holatda tayyorlab qo'ydik akalar. Hozirgi paytda bu reduktorlarni usulinli deyishimizga sabab motoblogimiz uchun bemalol qishloq xo'jaligi vomlariga suv nasos, karcher apparatlar, rotorli kasilkalar va jatkalarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Eng asosiysi reduktor baquvvat bo'lishiga qaramay akalar, mana shu turdagi temir balonlar va undan tashqari chizillarni, undan tashqari mana shu turdagi pluglarda bemalol 25, 30, 35 sm gacha yerlaringizda haydab ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, motoblogimizda reduktori kattaligini hisobga olgan holatda tag qismi bloklarigacha qalin bloklardan qo'ydirib olib kelganmiz. Shesterna o'qlari 32 talik katta shesterna o'qlardan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizga aytib o'tganimda xohlagan turdagi agregatlaringizni qo'yib ishlatsangizlar bo'ladi. Motoblogimizda rollarigacha baquvvat rollardan qo'ydirib olib kelganmiz akalar. Undan tashqari rollari uzun varianti bo'ladi. Oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizda o'zini komplektlarida frezalari, dokumenti, kulishlari hozirgi paytda 650 talik katta korobkali variantlariga 1 yildan garantiyalarigacha qilib beryapmiz. Undan tashqari motoblogimiz uchun hozirgi paytda xohlaganlar o'zini rezinaviy balonlari bilan, xohlaganlar mana shunday temir balonlarni qo'yib, bemalol kultivasiya ishlarini qilishda, agatlarni orasini kultivasiya qilishda va undan tashqari agatlarni olishda, yerlarni ag'darishda mana shu turdagi agregatlarimizdan ham foydalanishlaringiz mumkin. Bu agregatimiz 50, 60, 70, 90 razmerlarga bemalol o'zgaradi akalar. Katta yeri bor akalarimiz ham mana shu kultivasiyadan olib foydalanadigan bo'lsangiz,
balonni razmerlarini 60-70 ga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizda hozirgi paytda aytib o'tganimda temir balonlarni qo'yib foydalanadigan bo'lsangiz, yeringiz qattiq bo'ladimi, yumshoq bo'ladimi, yaxshiroq tortishligiga yordam beradi akalar. Mana shu turdagi temir balonlardan ham komplekt holatda sotib oladigan bo'lsalaringiz. Bu temir balonlaring va chizillaring, pluglaring motoblokka nagruzka bo'lmaydimi degan akalarimiz uchun aytib o'tganimdek reduktorlarni usulinli variantidan tayyorlatib olib kelganmiz. Bu motoblogimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 350 talik, 450 talik, 550 talik va 650 talik katta korobkali variantlaridan bor. Bemalol kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Motoblogimizda aytib o'tganimdek narxlariga qiziqqan akalarimiz uchun narxlarini hozirgi paytda eng arzon 350 talik korobkali variantlarini narxlari 6 million so'mdan boshlab akalar 8 million 500 ming so'mgacha mana shu turdagi motobloglardan bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Motoblogimiz o'zini komplektlariga freza, dokument, ключ va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. 8 million 500 ming so'mlik variantlari qanaqa bo'ladi o'zi degan akalarimiz uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Farali, statorli, kalitda yuradigan variantlari 8 million 500 ming so'mgacha chiqadi. Agarda sizga arzonchiroq variantlari kerak bo'lsa, arzonchiroq 350 talik variantlarini aytib o'tganimdek atiga 6 million so'mdan ham olib ketishlaringiz mumkin. Hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta kesalaring tushib beraman va undan tashqari bonuslarigacha qilib beraman akalar. Kesalaring mana shu joyda o'zida xohlagan motoblogingizni olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar upakovka, xohlaganlar mana shunday yig'ilgan holatida. Xo'p, 650 talik, bez fara, bez starter, kalit yurmaydigan oddiy varianti bo'lsin, o'zimga, uyimga, xo'jaligimga ishlataman degan akalarimiz uchun mana shu turdagi 650 talik katta korobkali variantlarini 7 million so'mgacha bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, motobloglarimizni aytib o'tganimda eng arzon modellari 6 million, eng sifatli original modellari 8 million 500 ming so'mgacha chiqadi. Undan tashqari motobloglarimizga qo'shimcha sifatida bu temir balonlarimizning jupini hozirgi paytda 800 ming so'mdan boshlab 1 million 500 ming so'mgacha jup holatida xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar universalni chizellarimiz ham bizning do'konlarimizdan kelib hozirgi paytda 700 ming so'mdan boshlab 2 million 500 ming so'mgacha mana shu turdagi universalni chizellarimizdan ham sotib olishlaringiz mumkin. Videoni boshida aytib o'tganimdek, va'da mana shu videoga like tugmasini bosgan bo'lsangiz va kommentariyaga omad deb yozib qoldirgan bo'lsangiz, sizga videoni boshida ko'rsatganimdek mana shu Makita firmasiga tegishli shurpayor naborlardan birini kesalaringiz do'konimiz ichidagi omadli barabanimizni aylantirasiz. Aylantirganingizda sizga tashqarida ko'rsatgan shurpayor naborlarim, benzopilalar, bolgarka, drill, shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlarni mana shu omadli baraban ichiga joylashtirib qo'yganmiz. Kelib bu omadli barabanni aylantiring, o'z omadingizni sinab ko'ring. 1 so'm pulsiz sizga nimaki tushadigan bo'lsa, tekinga berib yuboramiz akalar. Hozir aytib o'tilayotgan narxlardan motoblogning narxini tushib beraman va undan tashqari mana shu joyda tushgan sovg'alarni ham 1 so'm pulsiz tekinga qo'shib beraman akalar. Bizni manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini eng arzon joyi va optim bazasi hisoblanadi akalar. Bizni videolarimizni kuzatib borgan akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Kesalaring hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta tushirib skidkalarni qilib beramiz akalar. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.